Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga pensiya masalasida juda muhim, har bir oilaga aloqasi bor mavzuni sodda qilib tushuntirib beraman. Gap pensiyaning ikki qismga bo'linishi. Oltin yoshdan oshgan pensionerlar uchun o'zgarishlar kimga bu foyda beradi? Kim ehtiyot bo'lishi kerak? Kimning puli kamaymaydi? Qaysi holatlarda hujjat talab qilinishi mumkinligi haqida ketadi. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitmasangiz eng muhim joyini o'tkazib yuborishingiz mumkin. Chunki pensiya masalasida bitta noto'g'ri tushuncha ham odamni ortiqcha yugurtiradi. Ba'zan esa o'z haqini vaqtida talab qila olmasligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Ayniqsa ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, 60 yoshdan oshgan qarindoshlaringiz bo'lsa, bu mavzu ularga bevosita kerak bo'lishi mumkin. Men avvalo eng katta savolga javob beraman. Pensiya ikkiga bo'linadi deganda nima nazarda tutiladi? Ko'pchilik buni shunday tushunib qoladi. Go'yoki pensioner oladigan pul ikkiga bo'linadi. Yarmi beriladi. Yarmi keyin beriladi yoki pensiya kamayadi. Aslida masalaning mohiyatini to'g'ri tushunish kerak. Pensiya tizimida ba'zan to'lovning manbasi, hisob-kitob tartibi, qo'shimcha ustamalar yoki nafaqa bilan pensiya o'rtasidagi farq alohida ko'rsatiladi. Oddiy tilda aytganda, odam oladigan umumiy summa ichida asosiy pensiya, qo'shimcha to'lov, kompensatsiya, ustama yoki boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash alohida hisoblanishi mumkin. Ilgari ko'pchilik faqat bitta raqamni ko'rardi. Masalan, bank kartasiga 1.200.000 so'm tushdi. Demak, pensiyam shu deb o'ylardi. Endi esa ayrim holatlarda fuqaroga tushuntirish berilganda asosiy pensiya miqdori shuncha, ustama shuncha, kompensatsiya shuncha deb alohida ko'rsatilishi mumkin. Bu odamning qo'liga kamroq pul tegadi degani emas. Aksincha, tizimning ochiqligi oshsa, pensioner o'z pulining qaysi qismi nimaga berilayotganini yaxshiroq biladi. Lekin bu yerda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joy bor. Agar odamning hujjatlarida kamchilik bo'lsa, ish staji to'liq tasdiqlanmagan bo'lsa, avvalgi ish joyida ma'lumotnoma yetishmasa, familiya o'zgargan bo'lsa, arxiv hujjatlari topilmasa yoki nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik. Ustama olish huquqi kabi masalalarda noaniqlik bo'lsa, hisob-kitobda savol tug'ilishi mumkin. Shuning uchun bugungi mavzuning eng muhim qismi kim xotirjam bo'lishi mumkin, kim esa hujjatlarni tekshirishi kerak. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Fuqaro pensiyaga chiqmoqchi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish haqi haqida ma'lumotnoma, pasport, boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ardi. Pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idora shu hujjatlar asosida stajni, ish haqini, imtiyozlarni hisoblab chiqardi. Lekin amaliyotda juda ko'p muammolar bo'lgan. Masalan, odam o'tgan yil ishlagan. Lekin mehnat daftarchasida bitta korxonaning muhri noaniq yoki korxona yopilib ketgan, arxivga topshirilgan hujjat topilmayapti. Yoki ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Eski hujjatlarda boshqa familiya, pasportda boshqa familiya. Bunday vaziyatlarda hisob-kitob cho'zilgan yoki ayrim davrlar stajga kiritilmay qolgan. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Ya'ni ma'lumotlar elektron bazalarda solishtiriladi. Ish staji, to'langan sug'urta badallari yoki tegishli ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan tezlik beradi, lekin boshqa tomoni ham bor. Ba'zida ma'lumot noto'liq bo'lsa, odam men ishlaganman-ku deb aytish yetarli bo'lmaydi. Buni hujjat bilan isbotlash kerak bo'ladi. Pensiyaning ikki qismga bo'linishi haqida gap ketganda ham men buni shunday tushuntiraman. Odam oladigan pulni tushunishda ikki yo'nalish bo'lishi mumkin. Birinchisi, mehnat faoliyati va staj asosida hisoblanadigan asosiy pensiya. Ikkinchisi, qonunda belgilangan ustamalar, qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki alohida ijtimoiy yordamlar. Bu ikki qism birgalikda pensionerning qo'liga tushadigan umumiy mablag'ni shakllantiradi. Shuning uchun pensiya ikkiga bo'lindi degan gapni eshitganda vahimaga tushish emas. Mening umumiy summam nimadan iborat degan savolni berish kerak. Birinchi holat, 6 yoshdan oshgan, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan fuqaro. Masalan, Anvar aka 63 yoshda. U 35 yil ishlagan, mehnat daftarchasi to'liq, pensiyasi har oy kartasiga tushadi. Agar Anvar akaning hujjatlarida muammo bo'lmasa, u vahima qilmasligi kerak. Uning asosiy vazifasi shuki, pensiya miqdori o'zgarganda yoki indeksatsiya bo'lganda kartaga tushgan pulni oldingi oylar bilan solishtirib ko'rsin. Agar keskin kamayish bo'lsa, masalan 1.800.000 so'm olayotgan odam birdan 1.300.000 so'm olsa, darhol izoh talab qilishi kerak. Lekin shunchaki
tizim o'zgaryapti degani pensiya albatta kamayadi degani emas. Ikkinchi holat, staji to'liq tasdiqlanmagan pensioner. Masalan, Muhabbat opa 61 yoshda, u yoshligida tikuv fabrikasida 8 yil ishlagan, keyin maktabda farrosh bo'lgan, keyin savdo sohasida ishlagan. Lekin eski fabrikadagi davr bo'yicha hujjat topilmagan. Agar shu 8 yil stajga kiritilmasa, pensiya kamroq chiqishi mumkin. Mana shu toifadagi insonlar eng avvalo arxiv hujjatlarni qidirish kerak. Chunki bitta yil ham ba'zan ahamiyatli bo'ladi. Tasavvur qiling, odamning tasdiqlangan staji 24 yil, lekin aslida 32 yil. Agar 8 yil hujjat bilan tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli bo'ladi. Har bir so'mning o'rtida odamning yillab qilgan mehnati turadi. Uchinchi holat, ishlayotgan pensionerlar. Juda ko'p odamlar pensiya chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Masalan, Sobir aka 65 yoshda qorovul bo'lib ishlaydi va pensiya ham oladi. Bunday holatda asosiy savol uning ish joyi rasmiylashtirilganmi? Ish haqi qonuniy ko'rsatilganmi? Tegishli ajratmalar yuritilyaptimi? Agar hammasi rasmiy bo'lsa, kelajakdagi hisob-kitoblar uchun ham muhim. Lekin norasmiy ish bo'lsa, men ishlayapman degan gap huquqiy jihatdan har doim ham pensiya qayta hisobga asos bo'lavermaydi. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar mehnat shartnomasi, buyruq ish haqi varaqasi, elektron mehnat daftarchasi ma'lumotlarni tekshirib qo'yishi kerak. 4-holat 6 yoshdan oshgan, lekin hali pensiya tayinlatmagan yoki hujjati chala odamlar. Ba'zi insonlar keyinroq boraman. Hujjat yig'ish qiyin. Baribir kam chiqadi deb yuraveradi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Pensiya yoshiga yetgan kundan boshlab imkon qadar tezroq murojaat qilish kerak. Chunki kechikish odamning o'ziga zarar. Agar hujjat chala bo'lsa ham, avval maslahat oling. Qaysi hujjat yetishmayotganini aniqlang. Hamma narsani mukammal qilib keyin boraman deb yillarni o'tkazib yuborish to'g'ri emas. 5-holat. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nogironlik pensiyasi olayotganlar. Bu toifadagi fuqarolarda hisob-kitob boshqacharoq bo'lishi mumkin. Masalan, oilada vafot etgan o'quvchining ish staji, ish haqi qaramog'idagi shaxslar soni, nogironlik guruhi, tibbiy xulosa muddati kabi omillar ahamiyatga ega. Shuning uchun bunday pensionerlar hammaniki bir xil o'zgaradi deb o'ylamasligi kerak. Har bir holat alohida ko'riladi. Agar nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lsa, muddatini o'tkazib yubormaslik zarur. Aks holda to'lov vaqtincha to'xtash yoki kechikishi mumkin. Endi raqamlar bilan oddiy misol beraman. Deylik, bir pensionerning umumiy oylik tushumi 1 million 500 ming so'm. Shundan 1 million 2 ming so'mi asosiy pensiya, 1 ming so'mi ustama, 1 ming so'mi kompensatsiya bo'lishi mumkin. Odam kartasida faqat 1 million 500 mingni ko'radi. Lekin idorada yoki elektron ma'lumotda bu pul ichki qismlarga ajratilgan bo'lishi mumkin. Agar keyinchalik ustama olish huquqi tasdiqlanmasa yoki hujjat yangilanmasa, aynan o'sha ustama qismi bo'yicha savol paydo bo'ladi. Asosiy pensiya esa alohida hisoblanadi. Shu sababli har bir pensioner o'z pensiyasining tarkibini bilishi kerak. Yana bir misol. Nafsa opa 32 yoshda 3 farzandni tarbiyalagan, 28 yil ishlagan. Ish staji yaxshi, hujjatlari to'liq. Unga tegishli pensiya hisoblab berilgan. Bunday odamlar uchun yangilikning asosiy ta'siri shuki, tizimda to'lovlar aniqroq ko'rsatilishi, qayta hisob-kitoblar elektron ma'lumotlar bilan solishtirilishi mumkin. Lekin u hujjatini yo'qotib qo'ymasa, pasport ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, bank kartasi ishlayotgan bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Ammo boshqa misol. Karim aka 64 yoshda, 1910-yillarda 3 ta turli tashkilotda ishlagan. Bitta tashkilot tugatilgan, ikkinchisida ishga qabul qilingan buyruq bor. Lekin ishdan bo'shagan buyruq topilmagan. Uchinchisida esa familiya xato yozilgan. Mana bunday odamlar uchun pensiya masalasi murakkablashadi. Ular mening davrimni bilishadi deb kutib o'tirmaslik kerak. Arxivga murojaat qilish, sobiq ish joyining huquqiy vorisini aniqlash, mahalliy pensiya bo'limidan yozma tushuntirish olish kerak. Birinchi nozik masala. Pensiya kamayganini ko'rsangiz, darhol sababini aniqlang. Ba'zan odamlar davlat kamaytiribdi deb o'ylaydi. Lekin amalda bank kartasi almashtirilgan, bir oylik to'lov boshqa sanada tushgan. Qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bo'lgan yoki ustama hujjati muddati tugagan bo'lishi mumkin. Sabablar turlicha. Shuning uchun birinchi ish bankdan to'lov tarixini olish, keyin pensiya bo'limidan hisob-kitob izohini so'rash. Ikkinchi nozik masala, og'zak gapga tayanmang. Mahallada shunday deyishdi. Qo'shnimniki shunday bo'libdi.
telefon orqali aytishdi degan ma'lumotlar yetarli emas. Pensiya huquqi hujjat bilan hal qilinadi. Agar sizga tegishli emas deyishsa, nima uchun tegishli emasligini yozma asos bilan so'rang. Yozma javob bo'lsa, uni yuqori tashkilotga ko'rsatish, advokat yoki mutaxassis bilan maslahatlashish, qayta murojaat qilish oson bo'ladi. 3-chi nozik masala arxiv hujjatlari. Eski ish joyi yopilgan bo'lsa ham bu hujjat yo'q degani emas. Ko'pincha korxona hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Ba'zan korxonaning nomi o'zgargan bo'ladi. Masalan, avval paxta tozalash zavodi bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin boshqa korxonaga qo'shilgan. Siz arxivga murojaat qilganda eski nom, taxminiy ish yillari, lavozim, bo'lim, familiyangizning o'sha paytdagi ko'rinishi, tug'ilgan sana kabi ma'lumotlarni aniq yozishingiz kerak. Men bir joyda ishlaganman deb umumiy yozilsa, qidirish qiyinlashadi. 4-chi nozik masala ayollarda familiya o'zgarishi. Bu juda ko'p uchraydi. Qiz familiyasi bilan ishlagan davr bor, keyin turmushdan keyingi familiya bilan boshqa davr bor. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, eski mehnat davrini hozirgi shaxsga bog'lashda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun ayollar nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa ajrim hujjati, familiya o'zgarishi haqidagi ma'lumotlarni saqlashi kerak. 5-chi nozik masala. Chet elda ishlagan davrlar. Ayrim yurtdoshlar Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'lishi mumkin. Bunday davrlar har doim ham avtomatik tarzda pensiya stajiga qo'shilmaydi. Bu masala davlatlararo kelishuv, rasmiy ish, to'langan badallar, hujjatlarning tan olinishi kabi omillarga bog'liq. Shuning uchun chet elda ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, sug'urta to'lovlari, ish beruvchi ma'lumotlari kabi hujjatlarni oldindan yig'ing. Men chet elda 10 yil ishlaganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. 6-chi nozik masala pensioner vafot etgandan keyingi to'lovlar. Oilalar ba'zan bu masalada ham adashadi. Vafot etgan pensionerning olinmay qolgan pensiyasi, dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha alohida tartib bo'lishi mumkin. Merosxo'rlar birga yashagan oila a'zolari, hujjatlar, muddatlar ahamiyatli. Shuning uchun bunday og'ir vaziyatda ham hujjatlarni tartibli saqlash kerak. O'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bank ma'lumotlari, ariza. 7-chi nozik masala. Qarzdorlik yoki ijro hujjatlari. Ba'zi pensionerlarning pensiyasidan ma'lum miqdor ushlab qolinishi mumkin. Masalan, aliment kredit qarzdorligi, sud qarori, kommunal qarzdorlik bo'yicha ijro hujjati bo'lsa. Bunda odam pensiya kamaydi deb o'ylaydi. Aslida ushlab qolish bo'lgan bo'ladi. Lekin ushlab qolishning ham qonuniy chegarasi va tartibi bor. Agar juda katta summa ushlab qolinayotgan bo'lsa, ijro organidan asosini so'rash, qaror nusxasini olish va zarur bo'lsa shikoyat qilish kerak. 8-chi nozik masala bank kartasi va ishonchnoma. 60 yoshdan oshgan ko'p pensionerlar bankka o'zi bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi yordam beradi. Bu tabiiy holat. Lekin pensiya pulini olishda ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Karta pin kodini hammaga berish xavfli. Men buni ko'p aytaman. Pensionerning puli uning shaxsiy mulki. Farzand yordam berishi mumkin, lekin pulni pensionerning roziligisiz ishlatish mumkin emas. Agar oilada nizo bo'lsa, pensioner bank va mas'ul idoraga murojaat qilib to'lov usulini o'zgartirishi yoki kartani yangilashi mumkin. Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, qo'shimcha ustamalar bo'yicha muddati tugaydigan hujjatingiz bo'lmasa, katta xavotirga tushmang. O'zgarishlar odatda hammani bir kunda muammoga solish uchun qilinmaydi. Tizimdagi yangilanishlar ko'proq aniqlik, hisob-kitob, elektron ma'lumot va nazorat bilan bog'liq bo'ladi. Lekin xotirjam bo'lish degani befarq bo'lish degani emas. Men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga kamida yiliga bir marta pensiya ma'lumotlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Qancha staj hisoblangan, pensiya turi qanday? Ustama bormi? Qayta hisoblashga asos bormi? Bank rekvizitlari to'g'rimi? Shularni bilib qo'yish kerak. Agar sizning ish stajingizda uzilishlar bo'lsa, eski ish joylaringiz yopilgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nogironlik hujjatingiz muddati yaqinlashgan bo'lsa, chet elda ishlagan davringiz bo'lsa, pensiyangiz birdan kamaygan bo'lsa, siz albatta mas'ul idoraga murojaat qiling. Kutib o'tirmang. Chunki muammo qanchalik aniqlansa, uni hal qilish shuncha oson bo'ladi. Masalan, siz bugun arxivga so'rab bersangiz, javob bir necha hafta ichida kelishi mumkin.
agar pensiya qayta hisoblanishi kerak bo'lsa, buning uchun ham vaqt ketadi. Lekin siz bir yil kutib, keyin murojaat qilsangiz, o'sha bir yil davomida kamroq pul olib yurgan bo'lishingiz mumkin. Har bir oy muhim. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: o'zingizning pensiya hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, diplom bo'lsa diplom, harbiy xizmat hujjati bo'lsa harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarish hujjati. Bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlari bo'lsa, hammasini tartib bilan saqlang. Ikkinchi qadam: pensiya miqdorini tekshiring. Bank kartangizga oxirgi oyida qancha pul tushganini yozib chiqing. Masalan, yanvarda 1 milyon 750 ming, fevralda 1 milyon 750 ming, martda 1 milyon 750 ming, aprelda 1 milyon 750 ming, mayda 1 milyon 750 ming. Agar o'zgarish bo'lsa, nima sababdan o'zgarganini aniqlang. Indeksatsiya bo'lishi mumkin, qayta hisob bo'lishi mumkin, ushlab qolish bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam: pensiya bo'limidan yoki tegishli davlat xizmatlari orqali hisob-kitob bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz mening pensiyam qaysi asosda hisoblangan, qancha staj inobatga olingan va qaysi davrlar kiritilgan, qo'shimcha ustamalar bormi deb so'rashingiz mumkin. Eng yaxshisi arizani aniq yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya miqdori, hisoblangan ish staji, inobatga olingan ish davrlari va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz javob ham aniqroq bo'ladi. To'rtinchi qadam: agar ish staji yetishmayotgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Arizada eski ish joyi nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, o'sha paytdagi familiyangizni, tug'ilgan sanangizni yozing. Agar qo'lingizda eski buyruq nusxasi, maosh varaqasi, guvohnoma, kasaba uyushmasi bileti, rasmiy ma'lumot bo'lsa ilova qiling. Arxiv xodimi sizning xotirangizni emas, hujjat izini qidiradi. Qancha aniq ma'lumot bersangiz, topish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. 5-qadam: agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Bunda hissiyot bilan emas, hujjat bilan gapiring. Men norozi bo'ldim degandan ko'ra, falon yildan falon yilgacha ishlagan davrim staji kiritilmagan, buni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinmoqda. Pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish samaraliroq. 6-qadam: telefon orqali kelgan shubhali xabarlarga ishonmang. Pensiya masalasida firibgarlar ham ko'payadi. Pensiyangiz oshadi, karta raqamingizni ayting. Kod keldi, aytib yuboring. Hujjatni tezlashtirib beramiz degan gaplarga aldanmang. Hech qachon SMS kodini, karta PIN kodini, bank ilovasi parolini hech kimga bermang. Rasmiy idora sizdan bunday maxfiy kodlarni so'ramaydi. 7-qadam: farzandlar ota-onasiga yordam bersin, lekin ularning nomidan hamma narsani o'zboshimchalik bilan qilmasin. Pensionerning roziligi, imzosi, ishonchnomasi muhim. Hujjatlarni yig'ishda yordam berish, bank olib borish, ariza yozishga ko'maklashish yaxshi. Lekin pensionerning pulini nazoratsiz ishlatish, kartasini olib qo'yish, unga ma'lumot bermaslik noto'g'ri. Yana bir muhim jihat: har qanday o'zgarishni rasmiy manbadan tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har bir xabar qonun degani emas. Qonun, qaror, farmon, idora izohi, pensiya bo'limining yozma javobi kabi manbalar muhim. Men ekspert sifatida sizlarga doim shuni aytaman: pensiya masalasida shoshmang. Lekin suskashlik ham qilmang. Tekshiring, so'rang, yozma javob oling, hujjatni saqlang. Nima uchun tizimda bunday o'zgarishlar qilinadi? Asosiy sabablar bir nechta. Birinchisi, pensiya to'lovlarining adolatli bo'lishi. Kim ko'proq ishlagan, kimning staji ko'proq, kimning huquqi bor, kim qo'shimcha ustamaga haqli, bular aniq ajratilishi kerak. Ikkinchisi, ortiqcha to'lovlar va noto'g'ri tayinlangan to'lovlarning oldini olish. Uchinchisi, pensionerning o'z huquqini tushunishini osonlashtirish. To'rtinchisi, davlat xarajatlarini aniq rejalashtirish. Lekin oqibatda fuqaroga mas'uliyat ham tushadi. Agar hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, tizim sizga tezroq xizmat qiladi. Agar hujjatlar tarqoq, noaniq, yo'qolgan bo'lsa, isbotlash jarayoni cho'ziladi. Shuning uchun men pensiya yoshidagi har bir odamga va ularning farzandlariga shuni aytaman: hujjat bu shunchaki qog'oz emas. Hujjat bu sizning yillab qilgan mehnatingizni isbotlaydigan asos. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensiya 2ga bo'linadi degan gapni eshitib darhol vahimaga tushmang. Muhimi, siz olayotgan umumiy summa nimadan tashkil topganini, asosiy pensiya qanchaligini, ustama va qo'shimcha to'lovlar bor yo'qligini biling. 60 yoshdan oshgan pensionerlar uchun eng muhim ish hujjatlarini tartibga solish. Pensiya hisob-kitobini tekshirtirish,
bank tushumlarini kuzatish va har qanday noaniqlik bo'lsa yozma izoh so'rashdir. Agar hujjatlaringiz to'liq, stajingiz tasdiqlangan, to'lovlaringiz o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Agar stajingizda bo'shliq, arxiv muammosi, familiya o'zgarishi, nogironlik hujjati muddati, chet elda ishlagan davr yoki pensiya kamayishi kabi holatlar bo'lsa, bugunoq tekshiruvni boshlang. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangizda oxirgi oylarda o'zgarish bo'ldimi? Staj bo'yicha muammo chiqdimi? Arxivdan hujjat olishda qiynaldingizmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Pensiya masalasida xabardor bo'lgan odam o'z haqqini yaxshiroq himoya qiladi.